Assalomu alaykum. Men iqtisod fanlari doktori Rustamjon Abdullayevman. Yaqinda Facebook'dagi bir nechta do'stlarim menga murojaat qilishib, YouTube'dagi 749 mingdan ziyod obunachisi bor va ismi sharifi Shuhratshon bo'lgan bloggerning Haqiqat ovozi nomli kanalida Vahob bobo deb atalayotgan va o'zini kibernetik deb biluvchi kimsaning Al-Xorazmiy nomli virtual davlat boshqaruv o'zbek modeli degan dasturiga bag'ishlangan bir qator video ko'rsatuvlar e'lon qilib, u o'zi tan olishicha kibernetik va bu dastur to'g'risida hech qanday bilim va tushunchaga ega bo'lmagan va bunday holatni tinimsiz ta'kidlagan holda Vahob bobo va uning dasturini ko'klarga ko'tarib mashhur qilib yuborganligini aytishib, menga bu videolar va ularda ko'tarilgan masalalar bo'yicha fikr bildirishimni iltimos qilishdi. Shuning uchun ham men akademik Abdullayev Vahob boboning virtual dasturi o'zbek davlatini boshqarishga qodir emas isboti degan maqola yozib, uni 2025-yilning 26-iyunida o'zim rahbari bo'lgan va rus tilidagi sayt sifatida davlat ro'yxatidan o'tgan Fundamental iqtisod nomli ilmiy-amaliy jurnalda e'lon qildim. Siz tomosha qilayotgan ushbu video filmni mana shu maqolam asosida tayyorladim. Bu video filmda maqolamning matnini tegishli nutq sintezatorining suxandoni o'qib bergan. Men o'zini Shuhratshon deb atovchi blogerning YouTube'dagi kanaliga kirib, u 2025-yilning 20-iyuniga qadar e'lon qilgan 14 ta video film borligini ko'rdim va ularning nusxalarini o'z noutbukimga ko'chirib olib, ularni tezlik bilan ko'rib chiqar ekanman. Bu video filmlar ichida birinchi bo'lib O'zbekiston bir oyda Yaponiyadan o'zib ketadi. Prezident bilan uchrashsam bas degan sarlavha ostida e'lon qilingan va yuqorida ko'rsatilgan sanagi 1.100.000 ziyod tomoshabin ko'rgan. Ulardan 12.405 nafari izohlar qoldirgan video film u yaratgan 14 ta video film ichida eng asosiysi ekan. Qolgan izya filmlar esa bloger Shuhratshon yuqorida nomi ko'rsatilgan asosiy video filmni to'ldirish uchun yoki umumiy ahamiyatga ega bo'lgan ma'lumotlarni e'lon qilishga qaratilgan video filmlar ekan degan xulosaga keldim. Shuning uchun ham ushbu maqolada men o'zini Vahob bobo deb atagan, aslida Abduvahob Kurgonboyev degan kimsaning mana shu asosiy video filmdagi fikrlarni tahlil qilish orqali uning dasturi to'g'risidagi o'zimning tanqidiy fikrlarimni bayon qilmoqchiman. To'g'risini aytishim kerak. Men Shuhratshonning yuqorida nomi tilga olingan va boshqa video filmlarini ko'rar ekanman. Ulardagi barcha qatnashchilarning huquq madaniyati, bilim va saviyalari, ayniqsa iqtisodiy masalalarda juda ham past darajada ekan degan xulosaga keldim. Uni ustiga bu video filmlar ularda ko'tarilgan masalalarni tushunadigan mutaxassislarni jalb qilgan holda ularni tahlil qilishga emas, balki bu sohalardan mutlaqo yiroq va ularni tushunmasligini o'zi tinimsiz takrorlovchi bu video filmlar muallifi bo'lmish Shuhratshon tomonidan bu sohalarni mutlaqo tushunmaydigan uning obunachilari bo'lgan va boshqa oddiy tomoshabinlar muhokamasiga havola qilish va ularni chiroyli va balandparvoz gaplar bilan gangitish orqali Abduvahob Kurgonboyev va uning dasturini kambag'alchilikni yo'qotish, mehnat muhojirlarini to'liq O'zbekistonga qaytarib olib kelib, ish bilan ta'minlash, ishsizlikni umuman yo'qotish, iqtisodiyotni yuksaltirish orqali aholi farovonligini oshirishga xizmat qiladigan dastur degan soxta tasavvur qoldirish uchungina yaratilgan desam
bu fikr sira ham xato bo'lmaydi deb o'ylayman. Shuning uchun ham men Abduvahhab Kurg'onboyevning fikrlari va dasturi to'g'risidagi salbiy fikrlarini O'zbekiston bir oyda Yaponiyadan o'zib ketadi, prezident bilan uchrashsam bas degan sarlavha ostida e'lon qilingan videofilmdan iqtiboslar keltirgan holda isbot qilib bermoqchiman. Abduvahhab Kurg'onboyev dasturining tahlilini Al-Xorizmiy nomli virtual davlat boshqaruv o'zbek modeli deb atalgan dasturning nomidan boshlayman. Demak, bu sarlavhada sodda qilib aytganda O'zbekistondagi davlat boshqaruvining virtual modeli to'g'risida so'z yuritilgan. Biz zamonaviy ensiklopediyalar va boshqa ilmiy manbalardan bilamizki, virtual model degan tushunchaga virtual model bu jismoniy obyekt, tizim va jarayonning kompyuter dasturiy ta'minlovi yoki dasturi yaratgan tasavvuri bo'lmish raqamli egizagidir degan ta'rif beriladi. Bu ta'rifdan, demak, Abduvahhab Kurg'onboyevning Al-Xorizmiy nomli virtual davlat boshqaruv o'zbek modeli deganda biz O'zbekistondagi haqiqiy, ya'ni mavjud davlat boshqaruvining raqamli egizagini tushunishimiz kerak ekan degan xulosa chiqarishimiz mumkin. Unda raqamli egizak deganda nimani tushunish kerak degan savol tug'ilishi ham tabiiy bir holdir. Raqamli egizak degani bu haqiqiy kechayotgan vaqt davomida mavjud jismoniy obyekt, jarayon yoki tizimning holatini kuzatish, tahlil qilish va nazorat qilish uchun foydalaniladigan ularning nusxasi deganidir. Unday holda bunday virtual davlat boshqaruvi modelini yaratish jarayoni qanday tartibdan iborat bo'lishi mumkin degan savol tug'iladi. Mavjud manbalarga murojaat qilsak, ularda virtual model yaratish jarayoni quyidagi yetti qadamdan iborat bo'lishi zarur deb ta'kidlanadi. Muammoning bayoni, fan va amaliyot sohalarini tahlil qilish, modellashtirish maqsadini aniqlash, modellashtirish obyekti, uning xususiyatlari, boshqa obyektlar bilan aloqalari, uning xatti-harakatlariga ta'sir qiluvchi omillar va cheklovlar. 2. Matematik modelni qurish, konseptual modelni matematika tiliga tarjima qilish, modellashtirish obyektining xatti-harakatlarini tavsiflovchi o'zgaruvchilar, parametrlar, tenglamalar, tengsizliklarni aniqlash. 3. Dasturiy ta'minotni yoki dasturlashni amalga oshirish, matematik modelni amalga oshiradigan kompyuter dasturini yaratish, mos dasturiy ta'minotni tanlash va kodni yozish. 4. Test sinovi, modelni amalga oshirishning to'g'riligini tekshirish va simulyatsiya natijalarini haqiqiy ma'lumotlar bilan taqqoslash. 5. Kompyuterda tajriba o'tkazish, modelning kirish parametrlarini o'zgartirish va bu natijalarga qanday ta'sir qilishini kuzatish. 6. Natijalarni tahlil qilish, kompyuter tajribasi natijalariga ko'ra trendlar, tendensiyalar va bog'liqliklarni aniqlash. 7. Modelni takomillashtirish, tahlil natijalari asosida modelga o'zgartirishlar kiritish. Model yetarli darajada bo'lmaguncha bu jarayon bir necha marta takrorlanishi mumkin. Biroq Abduvahhab Kurg'onboyev virtual model to'g'risida bunday talab va tushunchalar hamda ularning ta'riflaridan mutlaqo bexabar bo'lgani uchun asosiy videofilmning 10-minuti 2-sekundidan 11-minuti 8-sekundigacha kibernetika faniga asosiy kirgani bu kompyuter bo'lib, kompyuterni 15% foydalanyapti. Rossiya, Turkiya, Osiyo davlatlari. Bu faqat informatika fanini o'qib, Word, Excel bilan foydalanib, uni hammasini faqat operator ishlarini qiladigan ishlarni qilyapti. Shuning uchun kompyuterning asosiy qismlari doimiy xotirasi bilan tashqi xotirasi ishlamayapti. Bu doimiy xotira bilan tashqi xotirani bular foydalanyapti serverda, ya'ni internetda. Demak, internetda ham noto'g'ri ishlayapti,
kompyuterda ham noto'g'ri ishlayapti, uyali telefonda ham noto'g'ri ishlayotgani uchun biz mana shu korrupsiya, kiberxavfsizlik hammasiga botqoqqa botib qoldik. Agar buni chiqishning birdan bir yo'li kibernetika fanini o'qish yoshlarga qaytadan bilim berish hamda mana shu men tayyorlagan dasturni kiritsakgina biz ham shu kiberxavfsizlik korrupsiyani yo'q qilgan bo'lamiz, yaxshi farovon yashashni ta'minlaydi degan yumshatib aytganda asosan noto'g'ri gaplarni aytgan. Bu xulosaning to'g'ri ekanligini isbotlash uchun birinchi navbatda Abduvahab Kurgonboyevning kibernetika faniga asosiy kirgani kompyuter, ya'ni kibernetika fanining asosini kompyuter tashkil qiladi degan fikri noto'g'ri ekanligini isbotlab bermoqchiman. Chunki kibernetika bu turli xil tizimlarda texnik, biologik, ijtimoiy va boshqa sohalarda boshqarishning umumiy tamoyillari haqidagi fan. Agar kompyuter boshqaruv nazariyasiga muvofiq ushbu tizimning boshqa komponentlari bilan birlashtirilsagina u kibernetik tizimning bir qismiga aylanishi mumkin. Kibernetika fanini o'rganish natijasida kibernetika fani kompyuterlarning mavjud bo'lishi yoki bo'lmasligidan qat'iy nazar mavjuddir degan xulosaga kelish qiyin emas. Endi yuqoridagi xulosamni to'g'riligini isbotlashda davom etish uchun kiberxavfsizlik o'zi nima degan savolga javob izlasak, tegishli manbalarda bu tushunchaga quyidagi ta'rif berilgan ekanligini ko'rishimiz mumkin. Kiberxavfsizlik bu kompyuter tizimlari va tarmoqlariga ruxsatsiz kirish hamda kompyuter ma'lumotlaridan ruxsatsiz foydalanish, ularni oshkor qilish, yo'q qilish yoki o'zgartirishdan himoya qilishga qaratilgan chora-tadbirlar majmuidir. Kiberxavfsizlikning maqsadi ma'lumotlarning maxfiyligi, yaxlitligi va mavjudligini ta'minlashdir. Biroq Abduvahab Kurgonboyev kiberxavfsizlikning bunday ta'rif va maqsadlaridan mutlaqo bexabar bo'lganligi yoki tushunmasligi uchun kiberxavfsizlikni mustahkamlash kerak. Meni dasturim kiberxavfsizlikni mustahkamlashga xizmat qiladi deyish o'rniga kiberxavfsizlik botqog'iga botib qoldik. Meni dasturimni joriy qilsak, uni yo'q qilgan bo'lamiz degan ahmoqona fikr bildirgan desak, bu ayni haqiqat bo'ladi. Shu joyda menda yoki bu huquq madaniyati o'ta past darajada bo'lgan kimsa haqiqatan ham o'z dasturiga kibernetika fanini kiritish orqali kiberxavfsizlikni yo'q qilib, uning maqsadi bo'lgan fuqarolarimiz va nodavlat tashkilot hamda korxonalarimizga taalluqli ma'lumotlarning konstitutsiya va boshqa amaldagi qonunlarimizda belgilangan maxfiyligi, yaxlitligi va mavjudligini ta'minlash hamda tijorat sirlarining saqlashdan qutulmoqchimi degan savol paydo bo'lgan edi. Bu savolga javobni Kurgonboyev o'zi Shuhrat Shonning Baxi Boboni loyihasi masalasida gaplashamiz degan video filmining 4-minuti 36-sekundi bilan 4-minuti 38-sekundigacha kiberxavfsizlik bizada bo'lmaydi deb javob bergan. Bulardan tashqari Abduvahab Kurgonboyev hozirgi zamonda kompyuter va internet foydalanuvchilari har xil toifa va guruhlarga bo'linishini, ular ichida dasturiy ta'minot ishlab chiqaruvchisi, ya'ni dasturchi degan kasb mavjudligini ham mutlaqo bilmaydi. Vaholanki ularni quyidagi toifa va guruhlarga bo'lish mumkin. Masalan, kompyuterdan foydalanish toifalarining foizlaridagi ko'rsatkich quyidagicha. Foydalanuvchilarning katta qismi kompyuterdan birinchi navbatda internetga kirish uchun foydalanadi. Masalan, Rossiyada respondentlarning 63%, foydalanuvchilarning sezilarli qismi kompyuterdan ishlayotgan kasbi va lavozimi vazifalarini samarali bajarish maqsadlarida foydalanadi. Masalan, Rossiyada respondentlarning 49%, har 3-chi foydalanuvchi musiqa tinglaydi yoki film tomosha qiladi, 34%, har 5-chi foydalanuvchi o'yin o'ynaydi, 20%. Internet foydalanuvchilari toifalariga ba'zi misollar quyidagicha. Qurilma turi bo'yicha 2021-yil holatiga ko'ra foydalanuvchilar 3 guruhga bo'lingan. Ulardan 71%
faqat shaxsiy kompyuter 54%, ham shaxsiy kompyuter, ham mobil qurilmalar. 16% faqat mobil qurilmalardan foydalangan. Web platformalar bo'yicha foydalanuvchilarning 74% Google va Yandex qidiruv tizimlaridan foydalanadi. Internetdagi xatti-harakatlar bo'yicha texnofillar, ya'ni har kuni internetdan foydalanadiganlar 62% ni, texnofoblar, ya'ni internetdan o'zlarini olib qochuvchilar 20% ni va mo'tadil foydalanuvchilar 18% ni tashkil qiluvchi guruhlarga bo'lingan. Ko'p kompyuter va internet foydalanuvchilarining orasida dasturiy ta'minot ishlab chiqaruvchilari yoki dasturchilar alohida o'rin tutadi. Dasturiy ta'minot ishlab chiqaruvchisi, dasturchi turli xil kompyuter tizimlari, mobil qurilmalar, ilovalar va texnik tizimlar uchun dasturiy ta'minotni yaratish, ishlab chiqish, test sinovdan o'tkazish, joriy etish va qo'llab-quvvatlash bilan shug'ullanadigan mutaxassisdir. Evans Data Corporation ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yili dunyo bo'ylab 20.700.000 dasturiy ta'minot ishlab chiquvchilari, dasturchilar bo'lgan. Ularning soni 2027-yilga borib 29.300.000 ga yetishi kutilmoqda. Dasturchilarning ba'zi majburiyatlari quyidagicha: loyiha, dasturning imkoniyatlari va funksiyalari orqali fikr yuritish, interfeys yaratish va ichki mantiqni sozlash, dasturlash tillaridan birida kod yozish, masalan C, Python yoki Java, dasturni ishlab chiqishning barcha bosqichlarida uni test sinovidan o'tkazish, xatolarni qidirish va tuzatish, yangilanishlarni yaratish, boshqa mutaxassislar va foydalanuvchilar uchun texnik hujjatlarni tayyorlash, dastur taqdimotini, ruschasiga prezentatsiyani standart talablariga asosan tayyorlash va o'tkazish. Biroq o'zini dasturiy ta'minot ishlab chiqaruvchisi yoki dasturchi, programmist deb biladigan Abduvahob Kurgonboyev dasturchilarga bo'lgan bunday talab va ularning majburiyatlarini mutlaqo bilmaydi desak, bu ham ayni haqiqat bo'ladi. Aks holda u o'zining Al-Xorazmiy nomli virtual davlat boshqaruv o'zbek modeli degan dasturini test sinovidan o'tkazgan, foydalanuvchilarni texnik hujjatlar bilan ta'minlagan va dastur taqdimotini videofilmlarda dasturni mutlaqo tushunmaydigan boshlovchining savollariga bo'lar-bo'lmas javoblar berish orqali emas, balki jahon tajribasiga asoslangan quyidagi standart talablarga muvofiq o'tkazgan bo'lar edi. Birinchi, aniq tuzilish. Taqdimot aniq tuzilishga ega bo'lishi kerak. Shunda tomoshabinlar mantiqqa osongina amal qilishlari mumkin. Kirish qismida taqdimotning mavzusi va maqsadi, asosiy qismi mavzuning asosiy tomonlarini ishlab chiqadi, xulosa esa umumlashtiradi va muhim fikrlarni eslab qoladi. Ikkinchi, matn miqdorining cheklovi. Slaydlardagi matn miqdorini 7 satr va har bir satrda 7 so'z bilan cheklash tavsiya etiladi. Ushbu yondashuv dastur muallifiga asosiy g'oyani ajratib ko'rsatish va uni qisqa kalit iboralar bilan qo'llab-quvvatlash imkonini beradi. Uchinchi, katta shriftdan foydalanish. Slaydlardagi shrif o'lchami kamida 24 pikseldan iborat bo'lishi kerak. Bu hatto orqa qatorlarda o'tirganlar uchun ham slayd matnini o'qiy olishni ta'minlaydi. To'rtinchi, yuqori sifatli tasvirlar va grafikalardan foydalanish. Xira yoki past sifatli tasvirlardan voz kechib, yuqori sifatli bo'lgan grafiklarni tanlash zarur. Beshinchi, animatsiya va maxsus effektlarni cheklash. Animatsiya va maxsus effektlardan tejamkorlik bilan foydalanish kerak. Slaydlarni animatsiya bilan
ortiqcha bezamaslik zarur. Chunki bu auditoriyani asosiy ma'lumotlardan chalg'itishi mumkin. 6. Rang diapazoni. Rang sxemasini tanlashda uyg'un rang kombinatsiyalaridan foydalanish tavsiya etiladi. Yaxshi o'qilishi uchun matn va fon uchun kontrast ranglarni tanlash zarur. Taqdimotlarimiz jahon tajribasi deganda Sam Altman, Mark Zuckerberg, Elon Musk va boshqa dunyodagi eng mashhur dasturchilarning o'z dasturlarining xalqaro televideniye orqali onlayn taqdimotlarini nazarda tutyapmanki, o'zini bu buyuk dasturchilardan ham yuqori qo'yuvchi Abduvahab Kuyg'ambayev o'z dasturining ularga o'xshagan taqdimotini xalqaro standart talablarga javob beradigan qilib o'tkazishga qodir emas va hech qachon qodir ham bo'la olmaydi deb o'ylayman. Abduvahab Kuyg'ambayev videofilmning 11-minuti 41-sekundidan 12-minuti 10-sekundigacha Politexnikani EVM'ga kirdim. Undan keyin Limtunda Leningradda o'qishni bitirdim. Undan keyin yana bitta Yusha shkola MG'da o'qishni bitirganman. Shu o'qib yurgan paytlarimda men hamma vazirliklarga, hamma tashkilotlarga, hamma korxonalarga, aholilarni hammasiga bitta jam qiladigan dastur yaratdim. Bu dasturning nomini Al-Xorazmiy nomli virtual davlat boshqaruv o'zbek modeli deb qo'ydim. Chunki Al-Xorazmiy bobomizning haqiqiy formulalaridan foydalanganman bu yerda. degan yolg'on gaplarni aytgan. Chunki birinchidan u Beruniy nomli Toshkent Politexnika institutida o'qigan davrlarda EVM degan fakultet ham mutaxassislik ham bo'lmagan. Bu institutda elektronika va avtomatlashtirish fakulteti bo'lgan. Bu fakultet talabalari elektronika jarayonlarini avtomatlashtirish, informatika va axborot texnologiyalarining turli yo'nalishlarini o'rganishgan va ularga dasturiy injiniring, kompyuter injiniring, kiberxavfsizlik va telekommunikatsiya texnologiyalari kabi mutaxassisliklar bo'yicha ta'lim berilgan. Leningradda esa u qisirib ko'rsatgan nondari institut hech qachon bo'lmagan. Nima bo'lganda ham u o'zi o'qiganman deb aytgan 3 ta oliyohning nomini tilga oldi xolos. Demak, Abduvahab Kuyg'ambayev aspirantura va doktoranturalarda ilmiy ishlar olib bormagan. Bundan chiqdi u o'z kasbiga mos keladigan mutaxassisliklar bo'yicha na tegishli fan nomzodi va na fan doktori ilmiy darajalarga, demakki yuksak ilmiy unvonlarga ham ega emas. Ikkinchidan, Abduvahab Kuyg'ambayev o'z dasturiga Al-Xorazmiy nomli virtual davlat boshqaruv o'zbek modeli deb nom qo'yganligining sababi u o'zining bu dasturida Al-Xorazmiyning haqiqiy formulalaridan foydalangan ekanligini ta'kidlagan. Biroq Al-Xorazmiyning barcha kitoblarida matematik hisoblar faqat so'zlar yordamida qayd etilgan, belgilar esa mutlaqo ishlatilmagan. Uni ustiga Al-Xorazmiy hozirgi zamon matematika tilida aytganda faqat chiziqli va kvadrat tenglamalarining yechimlarini va bu yechimlarning tartibini, algoritmini taklif qilgan xolos. Unday holda Abduvahab Kuyg'ambayev o'zining Al-Xorazmiy nomli virtual davlat boshqaruv o'zbek modelini qaysi joyida Al-Xorazmiyning shunday chiziqli va kvadrat tenglamalari yoki formulalaridan foydalangan degan savol paydo bo'ladiki, bunday savolga faqat salbiy javob berish mumkin xolos degan fikrdaman. O'zbekiston bir oyda Yaponiyadan o'zi ketadi, prezident bilan uchrashsam bas degan asosiy videoning 12-minuti 35-sekundidan 12-minuti 38-sekundigacha Abduvahab Kuyg'ambayev yuqori yazikdagi tillar bilan tuzilgan degan so'zlarni aytgan. Biroq shu videoning 27-minuti 31-sekundidan 27-minuti 34-sekundigacha u ya'ni bu dastur ASMR yazishga tuzilgan degan. Demak, Abduvahab Kuyg'ambayev nafaqat dastur asosan yuqori darajali dasturlash tilida yaratilgan yoki yozilgan deyishga aqli yetmay, dastur asosan yuqori yazikli tillar bilan tuzilgan deb
aljiragan holda bu fikr mazmunini buzuvchi va o'zbek adabiy tiliga mutlaqo zid bo'lgan so'zlarni aytish bilan bir qatorda u assembler degan dasturlash tili past darajadagi dasturlash tili ekanligini ham mutlaqo bilmasligini yoki bunday haqiqatni o'z muxlislaridan yashirmoqchi bo'lganligini yaqqol namoyish qilgan desak, bu fikr ham sira xato bo'lmaydi deb o'ylayman. Abduvahhab Kurg'onboyev videofilmning 12-minuti 38-sekundidan 12-minuti 59-sekundigacha. Sizlar hozir ishlayapsizlar raqamlashtirish degani bu to'g'ridan to'g'ri internetga raqam bilan chiqarib qo'yish. Kompyuter ichiga kirmayapti informatsiyalar o'rtoqlar. Shuning uchun sizlarning programmalar ishlamayapti. Programma ishlaydi qachonki kompyuterning asosiy pamyati bilan внешний pamyatiga informatsiyalarni yozsa, ya'ni ularni mashinalik kodga aylantirib yozish kerak degan. Abduvahhab Kurg'onboyev yuqorida keltirilgan iqtibosda raqamlashtirish degani bu to'g'ridan to'g'ri internetga raqam bilan chiqarib qo'yish der ekan, u raqamlash u yoqda tursin. Raqamlashtirish degan tushunchaga tegishli manbalarda berilgan ta'riflarni ham mutlaqo bilmasligini yaqqol namoyish qilgan. Vaholanki raqamlashtirish ruschasiga sifrovizatsiya degani bu Abduvahhab Kurg'onboyev aytganidek ma'lumotlar va obyektlarni to'g'ridan to'g'ri internetga raqam bilan chiqarib qo'yish degani emas, balki jarayonlar, ma'lumotlar va obyektlarni jismoniy shakldan raqamli kompyuter shakliga o'tkazish, boshqaruv modellari, biznes yoki ijtimoiy hayotni o'zgartirish va optimallashtirish uchun raqamli texnologiyalardan foydalanish yoki oddiy qilib aytganda raqamlashtirish bu avval qo'lda yoki qog'ozda bajargan ishlarni yangicha bajarish uchun kompyuter va internetdan foydalanish degani bo'lsa, raqamlash ruschasiga otsifrovka degani bu axborotni analog formatdan kompyuterga tushunarli raqamli formatga o'tkazish. Raqamlash natijasi esa kompyuter texnologiyalari yordamida saqlanishi, qayta ishlanishi va uzatilishi mumkin bo'lgan obyekt, tasvir yoki audio-video signalning raqamli ko'rinishi deganidir. Abduvahhab Kurg'onboyev program ishlaydi qachonki kompyuterning asosiy pamyati bilan внешний pamyatiga informatsiyalarni yozsa, ya'ni ularni mashinalik kodga aylantirib yozish kerak deganida, dasturchi ma'lumotlarni kompyuterning asosiy va tashqi xotirasiga o'z qo'li bilan yozish kerak degan fikrni bildirar ekan. U axborotlarni zamonaviy dasturchilar kompyuterning asosiy va tashqi xotirasiga o'z qo'llari bilan yozmasliklarini, axborotni mashinan kodiga aylantirish kompilyatorlar va interpretatorlar tomonidan amalga oshirishini, kompilyator bu kompyuter kodini bir dasturlash tilidan ikkinchisiga tarjima qiladigan kompyuter dasturi bo'lib, u axborotni bajariladigan kompyuter kodiga aylantirishini, interpretator esa har bir yuqori darajadagi dastur bayonotini mashinan kodiga aylantiruvchi kompyuter dasturi ekanligini bilmasligini yaqqol namoyish qilgan desak, bu xulosa ham sira xato bo'lmaydi. Abduvahhab Kurg'onboyev videofilmni 13-minuti 52-sekundidan 13-minuti 57-sekundigacha Shuhratshonning savollariga javoban aytishicha, uning dasturi joriy etilsa, ishsizlik mutlaqo yo'q bo'lishi, mehnat muhojirlarini to'liq O'zbekistonga qaytarib olib kelib, ularning 100% ish bilan ta'minlanishi mumkin ekanligini aytib, u Germaniya, Angliyaga o'xshab ishchi o'rin yo'q degan narsa bo'lmaydi. Ularda xuddi shu sistema ishlayapti degan yolg'on gaplarni aytgan. Abduvahhab Kurg'onboyev o'zining
oxirgi yolg'on gaplari bilan Germaniyada 2025-yilning fevral oyida 3 million ishsiz bo'lganligini, Buyuk Britaniyada esa 2025-yil fevral va aprel oylari ichida 16 yoshdan katta bo'lgan aholi o'rtasidagi ishsizlar soni 1.726.000, shu jumladan Angliyada 1.192.000 nafarga yetgan ekanligini mutlaqo bilmasligini yaqqol namoyish qilgan. Abduvasob Kurganboyev video filmning 14-minuti 11-sekundidan 15-minuti 57-sekundigacha. Agar kiradigan bo'lsangiz do'stim organizatsiyalarga, Angliyada, Germaniyada, Yaponiyada stol bo'lsa hech nima yo'q. Odamlar, ishchilar shunda kiradi, o'tiradi, chiqib ketadi. Biz yani kiring, stolning ustiga kompyuter, proyektor, boyagi printer, mana elektr tokini biz noto'g'ri foydalanyapmiz mana shu yerda. Elektr toki elektr tokini, значит, agar meni programmam ishlasa 60% iqtisod qilaman. Ya'ni bugun bir kunda 66-9 milliard kilovat soat elektr energiya bo'lsa, bu degani 60% bo'lsa men 40 milliardni eksport, 36 milliardni iqtisod qilaman. Iqtisod qilasiz. Bu degani biz Jizzaxlarga qaytadan teploelektr qurish shart emas. Atomni bu temol kerak emas. Bu bo'yicha birini programmam bor, meni постоянно dvigatelь qiladigan program. Uni keyingi yilga xudo xolasa tushiramiz. Hozir biz unumli foydalanish, ya'ni odamlarni ongli bilan ishlashga o'rgatishimiz kerak. Hozir ong bilan ishlayotgan yo'q hech kim. Hamma o'ziga birinchi insonning kallasida 3 ta shar bor. Bittasida gapiradigan, o'qiydigan, bittasida gapiradigan, ikkinchisida, uchinchisida nima deydi, yig'adigan, обработка qiladigan. Siz xullas kalom sizni meni programmamda xudo xolasa qilinganda bu kompyuterning hamma qismi ishlaydi. Bu degan so'z operativniy ham, внешний память ham ishlaydi. Faqat programma deganda bular ko'p narsani tushunmaydi. Dastur deyapti. Dastur bu raspisiani, buni o'zining nomini qo'yish kerak. Samolyot turibdi, samolyot. Programma degani mashina tilida tuzib, assemblydan, kabuldan mashinadan ishlab hosilni olsa olish, bu programma deyiladi. Degan. Birinchidan Abduvasob Kurganboyevning agar ularga kiradigan bo'lsangiz, do'stim, organizatsiyalarga Angliyada, Germaniyada yoki Yaponiyada stul hech nima yo'q. Odamlar, ishchilar shunday kiradi, bo'ldi chiqib ketadi degan gapini rus tiliga tarjima qilib ChatGPTga o'zbek tiliga tarjima qilgan holdagi bu gap g'irt yolg'on, to'g'rimi? Germaniya, Angliya va Yaponiyada ish o'rinlari qanday jihozlanadi degan ikkita savolimga u o'zbek tiliga o'zin qilgan tarjimaga asosan quyidagi javoblarni berdi. Ha, siz mutlaqo haqsiz. Abduvasob Kurganboyevning Angliya, Germaniya yoki Yaponiyadagi tashkilotlarda stul hech nima yo'q, odamlar shunday kiradi, bo'ldi chiqib ketadi degan gaplari bema'nilik va qo'pol qilib aytganda g'irt yolg'ondan iborat bo'lib, ularning mavjud haqiqatga hech qanday aloqasi yo'q. Barcha rivojlangan mamlakatlarda, jumladan Angliya, Buyuk Britaniya, Germaniya va Yaponiyada xodimlarning ish joylari puxta tashkil etilgan va zamonaviy ergonomika, mahsuldorlik va xavfsizlik standartlariga muvofiq jihozlangan. Unday bo'lsa, ushbu mamlakatlardagi haqiqiy amaliyotlar qanday degan savol paydo bo'ladi. Germaniyada qonun bilan muhofaza qilinadigan qattiq mehnat xavfsizligi qoidalari mavjud. Ish joylari orqa tayanchiqli balandligini sozlash mumkin bo'lgan ergonomik stullar, sozlanishi mumkin, ba'zan esa tik turish, o'tirish funksiyasi mavjud bo'lgan stollar, ikkita monitorga ulangan shaxsiy yoki umumiy kompyuterlar, aqlli ofis dizayni tushunchalariga mos ochiq maydon, moslashuvchan zonalar, yig'ilish xonalari va boshqalar kerakli narsalar bilan jihozlangan. Buyuk Britaniyada ofisda va masofadan ishlashning moslashuvchan kombinatsiyasi, gibrid ish amaliyoti joriy etilgan, ammo ofislar baribir to'liq ish joylaridir. Ya'ni stullar, ekranlar, zaryadlash stansiyalari, akustika va maxfiylikka e'tibor, stendlar, sokin zonalar bilan jihozlangan.
Qonunga ko'ra, ish beruvchi ishda salomatlik va xavfsizlikni, shu jumladan qulay ish joyini ta'minlashi shart. Yaponiyada an'anaviy kichik lekin yaxshi tashkil etilgan ish zonalari mavjud. Ularda kompakt lekin funksional stol va stullar, zonalar, ishi joylari, dam olish xonalari va yig'ilish xonalaridan iborat qilib shakllantirilgan holda yaratilgan. Katta kompaniyalarda kapsulali dam olish joylari va hatto massaj kreslolari mavjud. An'analarga qaramay, ofislar yuqori texnologiyali va maksimal tarzda tashkil etilgan. Unday holda Kurgonboyevning bunday bema'ni gaplari qayerdan kelib chiqqan degan savol paydo bo'ladiki, unga bunday gaplar yoki populistik bema'nilik va ma'lumotga ega bo'lmagan auditoriya uchun mo'ljallangan, yoki zamonaviy ofis va boshqaruv amaliyotlarini o'ta past darajada tushunishni namoyish etishdan boshqa narsa emas. Kurgonboyev moslashuvchan ish maydoni yoki uyda masofadan ishlash tushunchalarini hech qanday ish joylari yo'q yoki ular jihozlanmagan degan noto'g'ri tushuncha bilan chalkashtirib yuborgan. Bunday afsonalar nima uchun xavfli? Bunday afsonalar odamlarni, ayniqsa yoshlarni, amaldorlarni chalg'itishga, raqamli madaniyat va mehnatning real rivojlanish darajasi haqidagi tushunchalarini buzishga, haqiqiy islohot va innovatsiyalarga ishonchni susaytirishga xizmat qiladi. Xulosa qilib aytganda, Angliya, Germaniya va Yaponiyadagi tashkilotlarning ofislarda ish joylari nafaqat mavjud, balki yuqori sifat, xavfsizlik va qulaylik standartlariga asosan jihozlangan. Kurgonboyevning Angliya, Germaniya yoki Yaponiyadagi tashkilotlarda stul hech nima yo'q. Odamlar shunday kiradi, bo'ldi, chiqib ketadi degan bayonoti yolg'on, jaholat va soxta gaplardan iborat bo'lib, biron bir manba, biron bir fotosurat yoki tadqiqot bilan tasdiqlanmagan, tasdiqlanishi mumkin ham emas deyish mumkin. Chat GPT men bergan ikkita savolga o'z javoblarini yakunlar ekan. Ularning haqiqat ekanligini isboti sifatida 4 ta fotosurat va bu sohadagi Germaniya, Buyuk Britaniya va Yaponiyada amalda bo'lgan mahalliy va xalqaro standartlarning nomlarini hamda ularning manbalarini ilova qilgan. Ikkinchidan, Statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yili O'zbekistonda elektr energiyasini ishlab chiqarish hajmi 81 milliard 290 million kilovat soatni tashkil etgan. Bu hajmning 70 milliard 780 million kilovat soatini mamlakatimizning yirik korxonalari, 10 milliard 510 million kilovat soatini esa kichik biznes subyektlari ishlab chiqargan. Lekin Abduahov Kurgonboyev yuqorida keltirilgan iqtibosda Shuhratjonga qarata: bizani tashkilotlarga kiring, stolni usti kompyuter, proyektor, boyagi printer, elektr tokidan biz noto'g'ri foydalanyapmiz mana shu yerda. Elektr tokini agar meni programmam ishlasa 60% iqtisod qilaman. Ya'ni bir kunda 6 milliard 900 million kilovat soat ishlab chiqarayotgan bo'lsa, 40 milliardini, 36 milliardini iqtisod qilaman. Bu degan qaydadir Jizzaxda teploelektr stansiya qurish shart emas, atomni tem bolaga kerak emas degan ahmoqona fikrlar bildirgan. Chunki birinchidan O'zbekiston Abduahov Kurgonboyev aytgan o'lchov birligi amper bo'lgan elektr toki emas, balki yuqorida ko'rsatilganidek o'lchov birligi kilovat soat bo'lgan elektr energiyasi ishlab chiqaradi. Ikkinchidan, O'zbekiston bir kunda 6 milliard 900 million kilovat soat, demak bir yilda 2 trillion 518 milliard 500 million kilovat soat elektr energiya ishlab chiqara olmaydi.
Chunki bu hajm O'zbekiston 2024-yili ishlab chiqargan elektr energiya hajmidan qarayib 31 marta yoki 3100% ga ko'p. Uni 60% esa Abduvahhab Kurg'onboyev aytgan 36 milliard kilovat soatga emas, balki 1 trillion 511 milliard 100 million kilovat soatga teng bo'ladi. Bu hajm esa Abduvahhab Kurg'onboyev iqtisod qilmoqchi bo'lgan 36 milliard kilovat soatdan qarayib 70 marta ko'p. O'zbekistonning 2024-yili ishlab chiqargan elektr energiya hajmidan esa qarayib 18,6 marta yoki 1860% ga ko'p. Lekin fan sohalari qarayib mutlaqo unutgan bo'lishiga qaramasdan kibernetika fanining O'zbekiston, Rossiya va umuman Osiyodagi tanho vakili hamda targ'ibotchisi deb bilayotgan. Lekin fan sohalarini qariyb mutlaqo unutgan bo'lishiga qaramasdan kibernetika fanining O'zbekiston, Rossiya va umuman Osiyodagi tanho vakili hamda targ'ibotchisi deb bilayotgan. Va butun dunyo internetini boshqarishni to'liq o'z qo'liga olishni rejalashtirgan Abduvahhab Kurg'onboyev Al-Xo'rzmiy yaratgan chiziqli va kvadrat tenglamalar yechimlari u yoqda tursin, oddiy arifmetik hisob kitoblarini ham bilmasdan uni dasturi amalga oshirilsa tejalishi mumkin bo'lgan elektr energiya to'g'risida aljirashi juda ham kulgili va ayanchli holdir desak, bu fikr ham ayni haqiqat bo'ladi. Endi Abduvahhab Kurg'onboyevning programma deganda odamlar doim ko'p narsani tushunmaydi. Dastur deyapti. Dastur raspисание emas, o'zini nomini qo'yish kerak. Programma degan mashinani tilda tuzib, assemblerdami, Cobalt'ami, mashinada ishlab hosilni olish bu programma deyiladi degan gapi ustida to'xtalsak, quyidagilarni bilib olish mumkin. Ilmiy ishlari informatika va axborot texnologiyalari rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatgan Golland olimi, tizimli dasturlash konsepsiyasini yaratuvchilaridan biri, rasmiy verifikatsiya va taqsimlangan hisoblash tadqiqotchisi, Turing mukofotining laureati Yetsker Wib-Dijkstra Abduvahhab Kurg'onboyev tilga olgan dasturlash tillaridan biri bo'lmish Cobalt'dan foydalanish omni zaiflashtiradi. Shuning uchun ham uni o'rgatish jinoyat deb hisoblanishi kerak degan fikr bildirgan ekanligini ham bilmaydi. Balki shuning uchun ham u ba'zi bir ishlarida Cobalt degan dasturlash tilidan foydalanganida ongi zaiflashib qolgandir. Balki shuning uchun ham u rus tilidagi raspисание degan so'z o'zbek tiliga kundalik deb tarjima qilinishini, tegishli manbalarga ko'ra programma degan atama yunoncha e'lon, ko'rsatma degan so'zlardan kelib chiqib rus tilidan o'rin olganligini, programma atamasi esa kontekstga qarab informatika fanida kompyuter protsessori nuqtai nazaridan xotirada saqlanadigan va bajarilishi kerak bo'lgan buyruqlar ketma-ketligini, operatsion tizim nuqtai nazaridan buyruq kodlarini o'z ichiga olgan va kompyuter xotirasiga yuklanishi va ishga tushirilishi mumkin bo'lgan faylni, dasturchi nuqtai nazaridan bular kompyuter tilida yozilgan ma'lumotlar bilan bajarilishi kerak bo'lgan harakatlarni, foydalanuvchi nuqtai nazaridan bu axborot bilan kerakli harakatlarni bajarish uchun vositani, boshqa sohalarda programma atamasi, faoliyat rejasi va tegishli ishlarni, siyosiy partiya, tashkilot yoki shaxs faoliyatining asosiy qoidalari va maqsadlari bayonini, har qanday konsert kompozitsiyasi, ma'lum bir tartibda ijro etilgan musiqiy asarlarni, adabiy asarning dastlabki konspekti, rejasini,
televizor kanallarida namoyish qilinadigan ko'rsatuvlar rejalarini anglatadiki, Abduvahob Kurgonboyev programma tushunchasiga berilgan bunday ta'riflarni va bu atama o'zbek tiliga dastur deb tarjima qilinib, uning izohli lug'atlaridan shu nom bilan o'rin egallagan ekanligini mutlaqo bilmaydi. Shuning uchun ham u yuqorida ko'rsatilganidek aljiragan. Bu video filmning 17-minuti 47-sekundidan 17-minuti 52-sekundigacha Abduvahob Kurgonboyev yo'q O'zbekistonda kibernetika hozir. Rossiyada ham yo'q. Osiyada yo'q deb bu fanni o'qitish kerakligini targ'ib qilar ekan. U kibernetika fanini ham yaxshi bilmasligini yaqqol namoyish qilgan. Uni ustiga u kibernetika tushunchasiga, masalan, Wikipediyada kibernetika qadimgi yunoncha boshqaruv san'ati degan tushunchadan kelib chiqqan bo'lib, u mashinalar, tirik organizmlar yoki jamiyat bo'ladimi? Bundan qat'iy nazar, murakkab boshqaruv tizimlaridan axborotni olish, saqlash, o'zgartirish va uzatishning umumiy qonuniyatlari haqidagi fandir degan ta'rif berilgan ekanligini ham bilmaydi. Keyingi o'rinda kibernetika va raqamli boshqaruv mavzusidagi rus tilidagi so'rovlarimga ChatGPT sun'iy intellekt rus tilida bergan javoblardan birini o'zbek tiliga o'zim tarjima qilgan holda ulardan qisqacha iqtibos keltiraman. Kurgonboyevning gaplarida qanday jiddiy xatolar bor? U kibernetik fanni dasturlash fani bilan aralashtirib yuborgan. Assemblerda davlatni boshqarishning virtual modelini yozish bu kibernetika emas, balki uni haqorat qilishdir. Chunki assembler juda past darajadagi dasturlash tili bo'lib, murakkab boshqaruv tizimlarini modellashtirish uchun mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Tizimli tahlil, modellashtirish, sintez yo'q, ularsiz kibernetika bo'lmaydi. Garchi Osiyodagi o'nlab institutlar hali ham kibernetika sohasida ishlayotgan bir paytda u o'zini O'zbekiston, Rossiya va Osiyodagi yagona kibernetikachi deb e'lon qilashi bu shuhratparastlik va girt amoqlikdan boshqa narsa emas. Chunki Rossiya Fanlar akademiyasining Trapeznikov nomidagi boshqaruv muammolari institutida, Yaponiya, Xitoy va Koreya universitetlarida kibernetika fani masalalari ilmiy jihatlardan chuqur o'rganilmoqda. MIT, Stanford, ETH, Zurich va boshqalarning dasturlari kibernetika masalalarini o'z ichiga olgan. Cybernetics and System, IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics va boshqa ko'plab nufuzli jurnallarda kibernetika muammolari va yangiliklarga bag'ishlangan maqolalar chop etilmoqda. Abduvahob Kurgonboyev soha olimlari hamjamiyatga kibernetikaning ilmiy an'analariga mos keladigan hech qanday ilmiy ish taqdim etmagan. Uning bironta ham modeli yoki maqolasi ekspertlar tomonidan retsenziya beriladigan nufuzli jurnallarda e'lon qilinmagan. Video filmning 18-minutidan 18-minuti 46-sekundigacha bu loyihalarini Qozog'istondan ham sotib olish uchun xaridor kelyapti. Raqamda qancha pulga so'rayapti masalan? Raqamda 10 milliardga so'rayapti. 10 milliard dollarga. 10 milliard dollarlik loyiha. Amerikaga 300 milliardga projekt qilyapmiz. Tijorat taklifi yuborganmiz. Amerikaga 300 milliardga tijorat taklifi yuborgansizlar. Приблизительно Nobel mukofotiga ham xatlar jo'natilgan. Turibmiz hozir javobni. Agar hozir Amerika masalan buni to'liq o'rganib chiqsa, domla, endi yana bitta oddiyroq savol beraman. O'rganib chiqib ularga ma'qul kelib qolsa, siz 300 milliard dedingiz, ular masalan 200 milliarddir, 150 milliarddir sizga taklif qilsa, sotib olasizmi loyihani? Yo'q. Men eng minimalnisini ko'rsatyapman. Chunki meni programmam ishlatsa 20 million odamning ishini qiladi.
Demak 20 million odam Amerikada. Nima uchun Qozog'istonga 10 milliard deyapman? Ularda qancha? 19 million aholi. Ularda 400 million aholi. Shundan 20 millionini ishini qiladi degan. Abduvahhab Kurgonbayevning bu gaplari ham mutlaqo asossiz va g'irt yolg'on. Chunki Assembly'dek past darajali dasturlash tilida dastur yozuvchi Abduvahhab Kurgonbayevdan farqli o'laroq Ketlin But 1927-yili Assembly'ni yaratganidan keyin paydo bo'lgan Python, R, Java va MATLABga o'xshagan zamonaviy yuqori darajali dasturlash tillarini yaratib, ulardan foydalangan holda butun dunyoni qamrab olgan internetda judayam mashhur bo'lgan Facebook, YouTube va Instagramga o'xshagan ijtimoiy tarmoq va video hostinglarni yaratgan amerikalik zamonaviy dasturchilar u yoqda tursin. Ular yaratgan sun'iy intellektlar ham Assembler dasturlash tilida AQShdek davlatda 20 million kishini ishini qila oladigan davlatni boshqarishning virtual modelini yaratish aslo mumkin emasligini, agar bunday dastur Assemblerda yozilgan bo'lsa, u ish bera olmasligini juda yaxshi biladilar. Shuning uchun ham AQShda hali ishlashi mumkinligi xalqaro maydonlar va televideniyada Sam Altman, Mark Zuckerberg, Elon Musk va boshqa buyuk dasturchilar o'zlari yaratgan dasturlarni o'z taqdimotlarida, prezentatsiyalarida namoyish qilishganlaridek namoyish qila olmagan va namoyish qilishga qodir ham bo'lmagan Abduvahhab Kurgonbayevdek safsataboz dasturchining AQShdek davlatni boshqarishning virtual modeliga hech kim hech qachon 300 milliard dollar beraman deb xaridor bo'lishi mutlaqo mumkin emas. Bu fikrlar Abduvahhab Kurgonbayev 10 milliard AQSh dollarida baholab Qozog'istonga taklif qilishi mumkin bo'lgan davlatni boshqarishning virtual modeliga ham taalluqlidir. Videofilmning 19-minuti 31-sekundidan 20-minuti 48-sekundigacha Abduvahhab Kurgonbayev 24-yil javob olganmiz, programmangni ber deyapti. Men bermayman dedim. Men programma bersam olardim bultur. Men aytdim, keyin menga aytishdiki, sen endi keyingi yilga bir yil через Akademiya nauk yuborsang, bu shunda programmangni berasan. Endi men odamlarim yapishib turadigan. Yoki bo'lmasam o'zlaringda O'zbekistonda ishlab qolsa, 25-yil olasan, xudo xolasa deydi. O'zbekistonda ishlab qolsa. Endi qarang, olishimga 100% ishonchman, chunki axborotlarni men simsiz uzatyapman. Dunyoda elektr tokini kimsiz uzatsa, simsiz uzatsa, keyin axborotlarni simsiz uzatsa, ularga Nobel mukofoti beraman degan. Men axborotlarni simsiz uzatyapman. Simsiz elektr energiyani siz yaratdingiz hozir. Yo'q, simsiz emas, axborotlarni simsiz uzatishni. Ha, simsiz uzatish. Radio neyro tarmoqda ishlaydi meni program. Meni programmam serverda turadi. Vahab bobo 2024-ga 37 million aholi kirib, bemalol ishlayveradi tekinga. Только uyali telefon bilan. Ha, internet tekin bo'ladi 100%. 100% tekin bo'ladi. Mana kanallarni bari bo'lmaydi. Ha, telekanallar. Ama yo'q, u telekanallar ham bo'lmaydi, televizor kanallari ham bo'lmaydi, telefon kanali ham bo'lmaydi. Mana Facebook, Instagram, Telegram degan bo'lsa, videofilmning 21-minuti 2-sekundidan 22-minuti 40-sekundigacha Abduvahhab Kurgonbayevning shogirdlaridan biri
Masalan biz hozir internet bizlarni boshqaryaptimi? Nima kelsa ko'rishga majburmiz. Abduvahhab akamni Meniki programma boshqaradi. programmasi ishlasa, biz internetni boshqaramiz. O'zbekiston internetni boshqaradi, yer yuzidagi internet. Bu dunyoda birinchi. Dunyoda birinchi. Sababi bu o'zbek tilida yaratilgan. Bunaqasi yo'q dunyoda. Qarang, 12 mingta dasturni bitta joyga yig'ib, ustoz 40 yildan beri yaratib, o'zbek tilida dasturlarni Al-Xorazmiy bobomizning ikkilik modelida o'sha 12 mingta dasturni platformani yaratgan. Platforma hurmatli yurtboshimiz qo'lidagi telefoni orqali 37 million aholini har bittasini ko'rib o'tiradi. Kim qayerda? Kim qayerda nima ish qilyapti? Xohlasa yurtboshimiz tashrif bilan Xitoyga borsa, mana shunday telefonni ochadi, bemalol Sizlardan ko'rishadi. Xitoyda turib ko'raveradi. Kunlik ma'lumotlar kerak emas prezidentimizga. Masalan, hozir biz mana bu yerga Orol dengizini to'ldirish bo'yicha taklif xat yozganmiz. Masalan, o'sha paytlarda endi qaysidir vazirlikka yozganmiz. Bu yerda yozyapmiz mana, har kuni sarflanayotgan 10-15 tonna qog'ozni bir kunda sarflanayotgan 10-15 tonna qog'ozni 20-25% ichimlik suvini, 60% gisemni, 25-30 milliard kilovat soat elektr energiyasini iqtisod qiladi deb yozyapmiz. Demak, xat yozgan odam nuqta virguligacha javob berish kerak. Chunki ijtimoiy tarmoqqa chiqqandan keyin mana shu narsalarga javob berish kerak. Lekin yurtboshimizga bu narsalar yetib bormayapti. degan qo'shimcha qilgan. Yuqorida keltirilgan iqtibosda Abduvahhab Kurgonboyev kim axborotlarni simsiz uzatsa, ularga Nobel mukofoti beriladi degan. Men axborotlarni simsiz uzatyapman. Radio to'lqinlari orqali ishlaydi, meni programmam degan. Biroq kompyuterlar o'rtasida axborotni simsiz uzatish uzoq vaqtdan beri mavjud bo'lib, keng tarqalgan. Wi-Fi, Bluetooth, uyali tarmoqlar va boshqa simsiz texnologiyalar simlardan foydalanmasdan qurilmalar o'rtasida ma'lumot almashish imkonini beradi. Misol uchun, axborotni simsiz uzatish infraqizil radio va sun'iy yo'ldosh aloqalari kabi boshqa texnologiyalar ham mavjud. Shuni ham aytib o'tish zarurki, Guglielmo Marconi 1909-yili Karl Ferdinand Braun bilan birgalikda simsiz telegrafiyani rivojlantirishga qo'shgan hissasi uchun fizika bo'yicha Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan. Bu uning amaldagi simsiz aloqa tizimini yaratishdagi mehnatining e'tirofi bo'lib, natijada radiodan keng foydalanishga olib kelgan. Turing mukofoti kompyuter fanlari va axborot texnologiyalari sohasidagi nufuzli mukofot bo'lib, ayrim hollarda raqamli sanoatning Nobel mukofoti deb ham ataladi. Bu mukofot informatika sohasidagi eng nufuzli mukofot bo'lib, bu sohaga qo'shgan ulkan ilmiy va texnik hissasi uchun hisoblash mashinalari assotsiatsiyasi tomonidan taqdim etiladi. 2017-yili britaniyalik olim Tim Berners-Lee internetning tarqalishiga ta'sir ko'rsatgan birinchi veb brauzer va fundamental protokollar va algoritmlarni ixtiro qilgani uchun Turing mukofotiga sazovor bo'lgan. Endi Abduvahhab Kurgonboyevning programmam serverda turadi. Vahhab bobo 2020.uz 37 million aholi kirib bemalol ishlayveradi tekinga. To'lka uyali telefon bilan. Internet 100% tekin bo'ladi degan gaplar ustida to'xtalamiz. O'zbekiston aholisining umumiy soni 2025-yil 1-iyun holatiga 37.783.056 nafarga yetgan bo'lsa-da, Abduvahhab Kurgonboyev bu ko'rsatkichni 37 million kishiga teng deb ko'rsatgan va uning shogirdlaridan biri. Platformada hurmatli yurtboshimiz qo'lidagi telefoni orqali 37 million aholining har birini ko'rib o'tiradi. Kim qayerda nima ish qilyapti degan ahmoqona gapni aytishgacha borgan. U va uning shogirdlari bu umumiy aholi soni ichida qariyalar, o'rta yoshlilar, yoshlar
bolalar va go'daklar borligini va ular har birida o'rtacha 5 tadan odam bo'lgan 7.556.611 ta uy xo'jaliklariga bo'linishini, umumiy aholining taxminan 19 millioni ishga yaroqli odamlarimizdan iborat bo'lib, ulardan 14.210.000 ga ish bilan band va 4 millioni esa mehnat muhojirlaridir. Demak, O'zbekistondagi har bir uy xo'jaligida o'rtacha 2,51 ta kishi ishga yaroqli bo'lib, ulardan o'rtacha 1,88 kishi ish bilan band va 0,32 kishi mehnat muhojiridir. Qolganlar esa ishsiz va band bo'lmagan fuqarolardir. Unday holda har bir uy xo'jaligida yashovchi odamlarimizning qariyb yarmi kichik yoshidagi bolalar va go'daklardan iborat ekan desak, bu ayni haqiqat bo'ladi. Bu tahlillardan ko'rinib turibdiki, Abduvahhab Kurgonboyev qancha odam uyali telefonlar orqali uni qalbaki serverida ishlayverishini ham bilmaganligi uchun 37 million nafar aholi ichidagi statistik ma'lumotlarda nazarga olinadigan 8-15, 6-7-3-5 yoshlardagi bolalar va hattoki 0-2 yoshli go'daklar ham uyali telefonlari bilan unda bemalol 100% tekinga ishlayveradi deb o'ylaydi. O'zini dunyodagi eng buyuk kibernetik va matematik deb hisoblaydigan Abduvahhab Kurgonboyevning buday ahvolga tushib qolishi kulgili bir holdir. Abduvahhab Kurgonboyevning yuqoridagi iqtibosda aytgan Monov kanallarni bari bo'lmaydi. Telekanallar ham bo'lmaydi. Televizor kanallar ham bo'lmaydi. Telefon kanallar ham bo'lmaydi. Monov, Facebook, Instagram, Telegram degan gaplarini bitta server to'g'risida gapiryapti deb unga ahamiyat bermasligimiz ham mumkin edi. Biroq video filmning 21-minuti 2-sekundidan 22-minuti 40-sekundigacha Abduvahhab Kurgonboyevning shogirdlaridan biri uni qo'llab-quvvatlash maqsadida aytgan va yuqorida iqtibos sifatida keltirilgan gaplariga ChatGPT, OpenAI tahliliy javob berib, quyidagi fikrlarini bildirdi. Kurgonboyev past darajadagi dasturlash tili bo'lgan assemblerda yaratgan davlatni boshqarishning virtual modeli, davlatni boshqara olishi mumkin bo'lmaganidek. U dastur 40 yil davomida assemblerda 12 mingta tayyorlamchi dastur to'plab, O'zbekiston va butun jahon internetini nazorat qilishi ham aslo mumkin emas. Kurgonboyev va uning shogirdlari qilgan bunday nazoratni amalga oshirish mumkin degan bayonot ilmiy va texnik asoslarga mutlaqo ega emas. Chunki birinchidan, ularning Al-Xorazmiy ikkilik modelli o'sha 12 ming dastur platformasi yaratilgan degan da'vosi tarixiy va ilmiy ma'lumotlarga mutlaqo ziddir. Al-Xorazmiy 708-850-yillarda yashab o'tgan matematik va astronom bo'lib, algoritm va arifmetika asoslarini yaratgan. Lekin binar tizim va dasturlash tillari uning faoliyati doirasida mavjud bo'lmagan. Xususan, binar, ya'ni 0 va 1 va dasturlash konsepsiyalari 20-asrda vujudga kelgan va zamonaviy axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarining asosini tashkil etadi. Ikkinchidan, o'zbek tilida dasturlash fikri ilmiy va texnik nuqtai nazardan noto'g'ri. Dasturlash tillari C, Java, Python va boshqalardan iborat va barchasi dasturchilar tomonidan algoritmlar va ma'lumotlarni qayta ishlashda foydalaniladi. Faqat dastur interfeysi va xabarlari turli tillarda taqdim etilishi mumkin. Masalan, o'zbek yoki boshqa turkiy tillarda. Lekin dasturlash tilining o'zi o'zbek tilida bo'lishi aslo mumkin emas. Uchinchidan, internetni nazorat qilish da'vosi ilmiy va yuridik jihatdan asossiz va juda g'alatidir.
internet tarmoqlar va serverlarning tarqalgan hamda markazlashmagan tuzilmasidan iborat. Uni yagona shaxs yoki tashkilot tomonidan nazorat qilish umuman mumkin emas. Chunki tarmoq detsentralizatsiya va kooperatsiya prinsiplari asosida faoliyat yuritadi. Xalqaro tashkilotlar, ICANN, IETF va boshqalar va provayderlar internetning barqaror va ochiq faoliyatini ta'minlashda turli rollarni bajaradi. Shuni ta'kidlash kerakki, Kurgonboyev va uning o'ziga o'xshagan bilim va saviyasi yetarli darajada bo'lmagan qandaydir shogirdi qilgan da'volar ilmiy va texnikaviy asoslarga tayanmaydi va keng jamoatchilikda noto'g'ri tasavvur va chalg'ishlar kelib chiqishiga olib kelishi mumkin. Abduvahob Kurgonboyev videofilmning 22-minuti 51-sekunddan 23-minuti 18-sekundgacha. Lekin 1 sentyabrdan kiritsinglar deb iltimos qilib bordim oliy ta'lim vaziriga. Mana qarang, uka. Informatika fanini ham maktabda o'qiyapti. Ham xuddi shuni institutda o'qishyapti. Institut o'qiyapti. Otangizga rahmat. Bu повторение deyiladi bizning tilimizda. Shunday. 2 marta pul to'lanyapti bularga. Bunga endi kibernetik kirish kerak deb 8 yildan beri gapiraman. Meni kitobim chiqarilaring, berlaring akademikligini. O'qisin bolalar deyapman. Yo'q, ishlab turibdi. degan fikrlarni bayon qilgan. Bu ahmoqona gaplarga javoban quyidagi fikrlarimni bildirishim mumkin. Informatika fanini ham elementar va oliy matematikada bo'lgani kabi maktablarda 5-sinfdan 10-11-sinflarning o'quvchilariga mo'ljallanib, sodda tilda yozilgan darsliklardan iborat bo'lgan elementar informatika va oliy o'quv yurtlari studentlari uchun mo'ljallanib, qarayib, ilmiy tilda yozilgan darsliklardan va leksiyalardan iborat bo'lgan oliy informatikaga bo'lish mumkin. Agar informatikani maktabda o'qitilmasa, unda farzandlarimiz informatika sohasini bilmaganliklari sababli ularning asosiy qismi kompyuterlarni ishlatishni bilmaydigan chala savod bo'lib, maktabni bitirib, oliy o'quv yurtlarida bu fanni o'zlashtirishga ham qiylanadigan studentlarga aylanishlari mumkin. Demak, maktab o'quvchilari va studentlarga informatikani o'qitish uchun sarflanayotgan mablag'lar juda ham kerakli va ijobiy natija berayotganligi bilim va saviyasi past darajada bo'lgan Abduvahob Kurgonboyevdan boshqa hammaga ayon desak, bu fikr ham to'g'ri bo'ladi. Abduvahob Kurgonboyevdek kibernetika fanini bilmaydigan va o'z fikrlarini o'zbek adabiy tilida bayon qilib berishga ham qiylanadigan odam bo'lgan holda, u yozgan kitoblar 2 pulga qiymatligi uchun ham Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ularni darslik sifatida tasdiqlash va chop etishdan bosh tortgan bo'lsa kerak degan fikrdaman. 2025-yilning 14-iyunida e'lon qilingan xush xabar tez ko'ring, Vahob bobodan yangilik degan videofilmning 38-sekundidan 43-sekundigacha Abduvahob Kurgonboyev dediki, Kibernetika fani dunyoni go'zal qiladi deb aytgan ustozimiz Al-Xorazmiy. Bu uning aqli zaiflashganligining yana bir yaqqol isboti deb o'ylayman. Aks holda 780-850-yillarda, ya'ni bundan 1175 yil oldin yashab o'tib ketgan Al-Xorazmiy nahotki 20-asrda yaratilgan kibernetika fanini va bu fanning nomi kibernetika bo'lishini oldindan bilgan holda kibernetika fani dunyoni go'zal qiladi degan bo'lsa, bunday ahmoqona gapni faqatgina aqldan o'zgan kibernetikini aytishi mumkin xolos degan fikrdaman. Abduvahob Kurgonboyevning internetning Vahob bobo 2022.uz mazilida e'lon qilingan shakldagi 15 ta ko'rsatkich ichida na korxonalarning mikroiqtisodiy va na O'zbekistonning makroiqtisodiy ko'rsatkichlari hamda aholining yashash
va farovonlik darajasini namoyish qiluvchi jon boshiga to'g'ri keladigan makroiqtisodiy ko'rsatkichlar aks etmaganligi, u bu iqtisodiy ko'rsatkichlar to'g'risida hech qanday tushunchaga ega emasligini yaqqol namoyish qilgan holda, uning dasturi ishlagan holda ham u iqtisodiy nuqtai nazardan ikki pulga qiymat bo'lishiga menda hech qanday shubha yo'q. Chunki u mikroiqtisod sohasida korxona resurslarining samaradorligini ko'rsatuvchi rentabellik, qaysi yo'nalishlar foydali ekanligini bildiruvchi yalpi foyda, xizmat ko'rsatilgan bo'lishiga qaramay ularning haqqi to'lanmaganligini bildiruvchi debitorlik qarzlar, biznes zarar ham, foyda ham ko'rmayotganligini bildiruvchi moliyaviy holatning ifodasi bo'lmish zarar ko'rmaslik nuqtasi, makroiqtisod sohasida yalpi ichki mahsulot (VVP), yalpi milliy mahsulot (VNP), yalpi milliy daromad (VND), iste'mol narxlarining indeksi (IPTS), ishsizlik darajasi va to'lov balansi degan iqtisodiy ko'rsatkichlar bor ekanligini ham mutlaqo bilmaydi. Videofilmning 30-minuti 35-sekundidan 30-minuti 41-sekundigacha meditsina xizmatlari ko'rsatishning dunyo tajribasini, shu jumladan AQSh tajribasini o'rganmagan va tusmoldan gapirishga odatlangan Abduvahob Kurgonboyev bu programma ishlasa, xudo xolasa, hamma odamlarni uyga borib lechit qilinadi doktorlar, Amerikaga o'xshab degan. Biroq Amerikada doktorlar yoki vrachlar hamma odamlarni, barcha aholini uylariga borib davolamaydi. Chunki ular yakka holda yoki bir necha vrach birlashgan holda ochgan ofislarga egaki, ular odamlarni shu ofislarda qabul qilib, kasallarga tashxis qo'yib, ularni davolashni tashkil qiladilar va odamlarni uyiga hamshiralarni jo'natishadi. Hamshiralar esa vrachlar tayinlagan muolajalarni bajarishadi. Videofilmning 31-minuti 35-sekundidan 31-minuti 44-sekundigacha Abduvahob Kurgonboyev raddom operatsiya qiladiganlar boradi. Bularning bunaqasi bor, boshqani hammasini uyda lechit qiladi. Germaniya, Angliya o'xshagan degan. Biroq Germaniyada ham vrachlar odamlarga o'z ofislarida yordam ko'rsatadi. Videofilmning 36-minuti 22-sekundidan 36-minuti 51-sekundigacha Abduvahob Kurgonboyev bular deyapti. Qarang, buxotirlarni, iqtisodchilarni xitrligini. Kelinglar integratsiyada ishlaymiz degan. Integratsiyada ishlaymiz degan o'zbekchasi birgalikda o'g'irlik qilamiz degan. Menda bu buxotirning o'rniga kompyuter programma ishlaydi. Chotka, kerak yo'q. U buxotir endi nauka bilan zanimasya qilsin. Oilaning 3 barobar ko'paysin. Qilsin nauka. Ilm bilan o'zini soha. Qilmay o'tib ketaversin umrining oxirigacha. Beraveramiz buni, qo'rqmaymiz. Lekin narushiyni qilmasa bo'ldi degan. Bu Abduvahob Kurgonboyev degan chalasavod kibernetikni buxgalter va iqtisodchilar ancha qiynagan shekilli. Shuning uchun ham ular aytgan bo'lishi mumkin bo'lgan integratsiya degan tushunchaga ham yangicha birgalikda o'g'irlik qilamiz degan ahmoqona ta'rif berib yuborgan. Vaholanki tegishli manbalarda bu tushunchaga integratsiya, lotincha tiklash, to'ldirish, bog'lanish degani bu qismlarni bir butun qilib birlashtirish jarayoni deb ta'rif berilganki, kelinglar integratsiyada ishlaymiz degan gap, kelinglar bir-birimizni to'ldirgan, bir-birimizdan bog'langan va bir butun bo'lib birlashgan holda ishlaylik deb tushunish kerakki. Bunday fikrni aytgan buxgalter va iqtisodchilar Abduvahob Kurgonboyevga o'zbekchasiga aytganda, siz ilmiy va kibernetiklar
hamjamiyatdan mutlaqo ajralib qolganligingiz hamda dasturingiz to'g'risida nufuzli xalqaro ilmiy jurnallarda maqolalar e'lon qilib, uni muhokama qilmaganligingiz uchun eng past darajadagi dasturlash tili bo'lgan assemblerda O'zbekiston yoki boshqa mamlakatlarda davlatni boshqarishning virtual modelini yaratish orqali davlatni boshqarish mumkin emasligini tushunmaysiz. Uni ustiga ikki pulga qiymat o'z dasturingizni kibernetika va axborotlashtirish fanlaridan bexabar kimsalar o'rtasida ko'klarga ko'tarib maqtab, uni ko'rgan millionlab oddiy o'zbeklarni gangityapsiz va aldayapsiz demoqchi bo'lganlar desak, bu ayni haqiqat bo'ladi degan fikrdaman. Videofilmning 34-minuti 35-sekundidan 34-minuti 49-sekundigacha Abduvahob Qurbonboyev. Buni nimasi? Qarab turing, endi aytadi. Qayerdan olasan shu pulni? Meni raqamli pul, raqamni oshiraverman, og'ayin. Pul kiradi, bemalol niyatlar. Vaqtda turibdi menda prihodda, kompyuterda turibdi. U bir so'm chiqa olmaydi hech kim oshiqi bilan. Degan bo'lsa, tamom, hammasini aytdi. Endi nima qilamiz? Degan videofilmda o'zining bu fikrini mustahkamlamoqchi bo'lgan desam xato bo'lmaydi. Shuning uchun ham men ChatGPT, OpenAI bilan maslahatlashgan holda quyidagi fikrlarni bayon qilishga qaror qildim. Abduvahob Qurbonboyevning past darajadagi dasturlash tili bo'lmish assemblerda yozilgan dasturi o'zbek davlatini boshqara olmasligining asosiy sabablaridan biri uning bu dasturiga tirkalgan raqamli pulning real iqtisodiyotga mutlaqo aloqasi yo'qligidadir deyish mumkin. Abduvahob Qurbonboyevning raqamli pul joriy qilish to'g'risidagi da'vosi. A. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga mutlaqo zid. Chunki O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga ko'ra valyuta siyosati faqat davlat organlari, Markaziy bank, Oliy Majlis va hukumat vakolatiga kiradi. Ayu esa fuqaro sifatida hech qanday vakolatlarga ega bo'lmagan holda mamlakatimizning butun valyuta tizimini tugatishni taklif qilmoqdaki, bunday harakatni faqatgina konstitutsion tuzumga tajovuz sifatida baholash mumkin xolos. B. Bu da'vo texnik jihatdan yolg'on da'vodir. Chunki davlatni boshqarishning soxta dasturini amalga oshirish uchun milliy valyutamiz so'm o'rniga raqamli pul joriy qilish to'g'risidagi so'zlar mutlaqo noto'g'ri va texnik jihatdan kulgilidir. Bu past darajali dasturlash tili bo'lmish assemblerda yozgan kod hech qanday real tranzaksiyalarni amalga oshira olmaydi. Chunki uning dasturi Markaziy bank va butun bank tizimini to'liq tugatishni ko'zda tutgan. Uning raqamli puli yoki raqamli valyutasi faqat kodda yozilgan raqamlar xolos. Ular moliyaviy institutlar tomonidan hech qachon tan olinmaydi va huquqiy kuchga ega emas. Xulosa: Abduvahob Qurbonboyevning raqamli pul haqidagi g'oyalari na ilmiy, na texnik va na huquqiy asosga ega emas. Bu harakatlar davlat suvereniteti va iqtisodiy barqarorlik uchun jiddiy xavf tug'diradiki, ular ehtimoliy davlat to'ntarishiga urinish sifatida baholanishi zarur. Intrinsik g'oyalarni dasturchilar, iqtisodchilar va yuristlar ishtirokida ekspertiza qilish zarur. Moviy axborot vositalari xalqni Abduvahob Qurbonboyevning firibgar ekanligidan xabardor qilib borgan holda undan va uning komandasi ta'siridan himoya qilishi zarur. Xilik kompyuter texnologiyalarini tushunmasligini bilgan holda dastur va davlat tushunchalarini aralashtirib o'zini yagona yechim egasi sifatida ko'rsatishga urinmoqda. Bu esa oddiy odamlarning ongini chalg'itib, haqiqiy islohotlarga ishonchni sushaytiradi. Abduvahob Qurbonboyev videofilmning 44-minuti 47-sekundidan 46-minuti 7-sekundigacha sun'iy intellekt to'g'risidagi
quyidagi Endi bitta savol bering. Sun'iy intellekt deganda nimani tushunasiz? Ha, sun'iy intellekt deganda nimani tushunasiz? Aytyapti, sun'iy intellekt, sun'iy intellekt. Sun'iy intellektni bular hali ham tushunmayapti. Sun'iy intellektni Charles Darwin insonlarni to'rga bo'ladi. Past intellektli, o'rta intellektli, yuqori intellektli, yer intellektli. Pasti endi jinnilar. Mana shu yaxshi intellektdagi odamlarni qiladigan ishiga programma tuzib, buni moshi bilan bajarib, moshina bajarishiga sun'iy intellekt deyiladi. Hozir sizlarning bolalaringlar sun'iy intellekt deyapti, u boshqa narsani gapiryapti. Rosa ekranda kirib turadi, kirgizib yuborib, shlombovni ko'targani ham sun'iy intellekt, numerasi qo'ygani ham sun'iy intellekt emas. Ana Elon Musk gapiryapti, maqtanib, Elon Musk u fizik u. Maksim Oleg Burov ham, keyin Pavel Burov, keyin Mark Zuckerberglar, ular fiziklar. Ular internetda yacheyka ochib olib, gastiniца ochib olib, sizlarga o'xshaganlarni qo'yib, pulini olyapti. Shunday. Shuning uchun milliarder ular. Xo'p, ana endi qarang. Ular fiziklar, ular programmist emas. Ular internetni noto'g'ri foydalanyapti. Men to'g'ri foydalanyapman degan aljirashdan iborat bo'lgan ahmoqona gaplarni aytib tashlagan. Nega men uning bu gaplariga salbiy baho beryapman? Chunki birinchidan Charles Darwin psixolog emas, balki naturalist bo'lgan. Shuning uchun ham u odamlarni Abduvahob Qurbonboyev aytganidek, aqliy jihatlari bo'yicha 4 ta toifaga bo'lmagan. U o'zining tabiiy tanlanish yo'li bilan turlarning kelib chiqishi yoki hayot uchun kurashda qulay irqlarning saqlanishi to'g'risida degan asarida inson evolyutsiyasi nazariyasini yaratgan. Intellekt koeffitsiyenti bo'lmish IQ insonning aqliy qobiliyatlarini aks ettiruvchi ko'rsatkichdir. Uni maxsus testlar yordamida o'lchash mumkin. Intellekt koeffitsiyenti testlari faqat umumiy intellektni, ya'ni mantiqiy fikrlash, tahlil qilish, ma'lumotlarni yodlash va atrof muhitda harakat qilish qobiliyatlarini baholaydi. Bunday sinovlardan o'tkazishda o'qimishlilik, bilimdonlik, ijodkorlik, iste'dod kabi muhim jihatlar e'tiborga olinmaydi. O'rtacha IQ qiymati har ikki yo'nalishda 15% gacha farq qilishi mumkin bo'lgan holdagi 100 ballga teng etib belgilanadi. Shunga ko'ra IQ odatda 85 balldan kam bo'lgan past, 86 115 ball atrofidagi o'rtacha va 116 balldan ortiq bo'lgan yuqori darajalarga bo'linadi. Birinchi bo'lib IQ testi bolalarning aqliy rivojlanishini baholash uchun 20-asrning boshlarida fransuz psixologlari Alfred Binet va Theodor Simon tomonidan yaratilgan. Keyinchalik bu test amerikalik psixolog Louis Terman tomonidan qayta ko'rib chiqilgan va Stanford Binet intellekt shkalasi sifatida tanilgan. Biroq Abduvahob Qurbonboyev intellekt koeffitsiyenti to'g'risida hech qanday tushunchaga ega emasligi uchun 19-asrda 1809-1882 yillarda yashab o'tgan Charles Darwin insonning aqliy jihatlari bo'yicha 4 toifaga bo'lgan degan yolg'on gapni olg'a surgan holda sun'iy intellektga mana shu yaxshi intellektdagi odamlarni qiladigan ishiga programma tuzib, mashina bilan bajarib, mashina bajarishiga sun'iy intellekt deyiladi degan ahmoqona va aljirashdan iborat ta'rif berganki, u tegishli ensiklopediyalar va boshqa ilmiy manbalarda sun'iy intellekt tushunchasiga sun'iy intellekt, inglizcha artificial intelligence, bu mashinalarning yoki dasturlarning o'rganish, fikr yuritish, qaror qabul qilish, muammolarni hal qilish va yechish bilan bog'liq bo'lgan holdagi inson ongiga taqlid qilish qobiliyatidir degan ta'rif berilgan ekanligini mutlaqo bilmaydi. Uni ustga Abduvahob Qurbonboyev yuqoridagi iqtibosda
prosta ekran klaviaturani kirgizib olib shalakbog'imni ko'targani ham sun'iy intellekt, numeratsiya qo'ygani ham sun'iy intellekt. U sun'iy intellekt emas. Ana Ilon Mask gapiryapti maqtanib. Ilon Mask u fizik Oleg Durov, keyin Mark Zuckerberg, ular fiziklar. Ular internetda yacheyka ochib olib, sizlarga o'xshaganlarni qo'yib, pulini olyapti. Shuning uchun milliarder ular. Ana endi qarang, ular fiziklar, programmist emas. Ular internetdan noto'g'ri foydalanyapti. Mana men to'g'ri foydalanyapman der ekan Mark Zuckerberg va Oleg Durov sun'iy intellekt emas, balki Facebook va Telegram dek ijtimoiy tarmoqlarni yaratgan ekanliklarini. Sam Altman ChatGPT degan, Elon Musk esa Grok 3 deb nomlanuvchi sun'iy intellektni yaratuvchi ekanliklarini mutlaqo bilmasligini. Demak, u ChatGPT va Grok 3 ga o'xshagan sun'iy intellektlardan hech qachon foydalanmagan, zamondan o'ta orqada qolib ketgan. Shuning uchun ham past darajali dasturlash tili bo'lgan eski assemblerda yozilgan, amalda ishlamaydigan, lekin Al-Xorazmiy nomli virtual davlat boshqaruv o'zbek modeli degan balandparvoz so'zlar bilan atalgan qo'shtirnoq ichidagi dastur tayyorlab olib, yuqorida nomi tilga olingan hozirgi zamonning buyuk dasturchilaridan o'zini yuqori qo'yishidek holatini. Psixolog vrach do'stlarimdan birining aytishi bo'yicha Abduvahhab Kurgonboyev aqli zaiflashish, ya'ni oligofreniya holati bosqichidan o'tib, fikrlash va haqiqat o'rtasidagi aloqani yo'qotish holati bo'lmish psixoz holatiga muttalo bo'lganligini ko'rsatayapti ekanki. Shuning uchun ham psixik kasallikka uchragan bu dasturchi Sam Altman yaratgan ChatGPT degan va Elon Musk yaratgan Grok 3 nomli sun'iy intellektlar davlatni boshqarishning har qanday murakkab darajadagi virtual dasturini unga o'xshab 12 mingdan iborat kichik dasturlardan iborat bo'lgan va assembler degan past darajadagi dasturlash tilida yozilgan. Shuning uchun ham hozirgacha standart test sinovidan o'tmagan va xalqaro standartlar talabiga javob beradigan taqdimoti, prezentatsiyasi amalga oshirilmagan Al-Xorazmiy nomli virtual davlat boshqaruv o'zbek modeliga o'xshab 20 yil davomida emas, balki Python, JavaScript, Java, Golang, Rust va PHP dek yuqori darajali dasturlash tillarida bir necha minut davomida tayyorlab berishi mumkin ekanligini ham mutlaqo bilmasligini yaqqol namoyish qilgan. Sam Altman yaratgan ChatGPT degan va Elon Musk yaratgan Grok 3 deb nomlangan dunyodagi eng aqlli sun'iy intellektlar Abduvahhab Kurgonboyevning Al-Xorazmiy nomli virtual davlat boshqaruv o'zbek modeli deb atalgan dasturni ham bir necha minut ichida har tomonlama tahlil qilib, uni xato va kamchiliklarini aniqlab, unga ijobiy yoki salbiy baho berish va agar ijobiy baho berilsa, uni yuqori darajali dasturlash tillarida qayta yozib, uning taqdimoti ssenariylarini tayyorlab bergan holda bunday taqdimotni xalqaro standartlar talabiga javob beradigan qilib o'tkazilishiga yordam bera olish qudratiga ham egadir. Shu bilan Abduvahhab Kurgonboyevning Al-Xorazmiy nomli virtual davlat boshqaruv o'zbek modeli deb nomlangan dasturining tanqidiy tahliliga bag'ishlangan maqolamni yakunlar ekanman. Uni ChatGPT meni savollarimdan biriga bergan javoblarining yaqinida qilgan juda ham qisqa xulosasining o'zbek tiliga qilingan tarjimasi bilan yakunlashga qaror qildim. Chunki ChatGPT o'zining bu xulosasida assembler dasturlash tilida tayyorlangan har qanday dastur davlatni
boshqarishga mutlaqo qodir emas va hech qachon qodir bo'la olmaydi ham degan fikr bildirgan edi. Bu Sam Altman yaratgan ChatGPT degan sun'iy intellektning bu juda ham qisqa, lekin Abduvahhab Kurgonboyevning Al-Xorazmiy nomli virtual davlat boshqaruv o'zbek modeli deb atalgan dasturini 2 pulga qiymat ekanligini ko'rsatib beruvchi xulosasi Elon Musk yaratgan Grok 3 sun'iy intellekt va xitoylik dasturchilar yaratgan DeepSeek degan sun'iy intellekt qilgan xulosalar bilan hamohangdir. Chunki men ularning uchalasiga ham qarayib bir xil mazmundagi savollar bilan murojaat qilgan edim. Ular esa menga bir-biriga o'xshash javoblar bergan edilar.